Assalomu alaykum hurmatli cheksiz qadri baland qadrdonlarim. Sizlar sizlar charchab qolmayapsizlarmi? Xudo xolisa mana bugun dushanba. Og'ir kun deyshadi dushanbani, lekin xudo xolisa bizda chotga o'tadi degan umiddaman. Xo'p, diyorimizda soat 9:50 ertalabga, ya'ni 10 bo'lib qoldi. Men liniyaga chiqib ketaman. Xo'p, kelinglar sizlarga ko'rsatib o'tsam. Xo'p. Bizda plusimiz 26. Yoqiq liniyamiz mana kecha ishlaganmiz, kechagi ishlagan pulimiz 735 ming so'm. Yomon emas. Komissiya partnyori 8 ming so'm. 500 so'mdan har bitta zakazdan oladi. Endi yoqib qo'ygan tariflarimiz Comfort Plus Electra. Start bilan Comfortni ham qo'shtirib qo'yganman. Endi kerak bo'lmaydi degan umiddaman, lekin Comfortni bir xillari damoyga yoqaman. Chunki zakaz tushmay qoladi, bir xillari ko'p kutib qolmaslik uchun yoqib qo'yganman. Xo'p, liniyalarimiz yoquv va zakazni poylaymiz endi. Zajigayim. Aytgancha yana bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Zaryadkamiz 99%. 100% edi. Hozir mashinani bitta mo'yka qilib oldim. Mashina zavat bo'lib turgan. 403 kilometrga yetadi dod. Mana 3 kilometr yurdim hozir. Va ko'ramiz, ish oxirida necha foiz qoldi, necha kilometr yurdim va necha pul ishladik. Qani ketdik. Xo'p, zakaz ko'p kuttirtirmadi. Ana soat 9:57. Qancha bo'ldi? 3 daqiqa bo'ldimi? Birinchi zakazimiz tushdi. Xo'p, birinchi zakazimizda biz platinumga chiqqanmiz. B tochkamiz ochiq. B tochkamiz ochiq. Ko'kteredan Moyqo'rg'on, ya'ni Qoraqamishgacha ketyapmiz. Ketdi. Xo'sh, mana birinchi klientni ham olib keldik. 29 minutda 45 ming so'm. Moyqo'rg'on. Mazgina adashib ketdim, Moyqo'rg'on deb men Qoraqamish deb bilibman. Qoraqamish emas, bu ana to'g'ri gazgina yursa amerikanskiy posolstvo. Amerikanskiy posolstvodan anaqaga nima edi ota? Zenit tarafga keturishi yo'l o'rtasida ekan. Xo'p, pochinni olib keldik. Zavershit qilamiz. Yaxshi klient ekan, rosa yo'lda gaplashib keldik. Bu уже ikkinchi zakazimiz. Nagli atmen qilamiz. Sababi bundan oldingi zakaz ham atmen bo'lib ketdi. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Endi qani keyingi zakazni poylab o'tirib turamiz, lekin plus 16 ming beryapti. Men har doim eng yaxshi ko'radigan narsalarimdan bittasi mana shu klientskiga kiraman. Klientskiga kiramanda turgan tak kalta zakaz 5-dan 2-gachami? Mayli, bo'ladi shu. Yomon emas. Aytmoqchi bo'lganim. Kiramanda har doim summani ko'rib olaman, nech pulga chaqiryapti. Qaranglar, Comfort Plus 14 ming, 8,5 ming o'zi bo'lsa, nech pul? 8,5 ming bo'lsa 6 ming so'm qimmat bo'lishi kerak. Lekin hozirgi zakazni o'zingizlar ko'rdinglar, plus 6 ming bilan bermadi nimagadir ham. Mayli. Balkim bu anaqa bo'lishi ham mumkin. Nima derdi? Yandex Plus deydimi? Yandex Plus deyman. Ana skidkali bor, bonusli. To'g'ri, Yandex Plus. Shu Yandex Plus yoqtirib olsa, o'sha necha 20% gacha skidkami shunaqa berayotgan ekan.
Balkim shunaqa zakaz bo'lishi mumkin. Ketdik. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashina chaqiruvdinglarmi? Mashina chaqiruvdi, keldingmi? Ha, keldim, shu yerdaman. Men bo'ldim, hozir chiqaman. Xo'p. Bir xillari shu klientni chaqirib, esligidan chiqib qoladimi? Shu bir telefon qilib qo'ysangiz, "Voy, ha, chaqiruvdim" deb qo'yishadi. A few moments later. Assalomu alaykum. Bo'ldim, ketdim. Temperatura normalniy mashina? Normal. Вот yo'l yomon edi. Xo'p, bularni ham mana xudo xolisa olib kelib tashladik. Tak. 23 minut. 23 minut. 12 kilometr, 45 ming so'm. 12 kilometrga 45 ming. Normalniy. Keyingisini kutamiz. Zashgay. Xo'sh, mana zakazimiz tushdi. Comfort Plus'dan. Поверните направо. 2 kilometr. Boradigan joy belgilanmagan, bilmaymiz qayerga boradi. Xullas ketdik klient. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz to'g'ri bilan chiqamiz. Charchamayapsizmi? Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Xo'sh, mana olib kelib tashladik akamlarni ham. Tak. 21 minut yuribmiz. 36.500 so'm pul bo'ldi. 21 minutda. Kelgan joyimiz Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. kelgan joyimiz Chuqursoy bo'ldi. Tashigrushka. Olgan joyim ko'rdinglar, o'sha Toshmiyni yon atrofidagi mahalladan. Normalniy. Davom etamiz. Zajgay. Xo'sh, keyingi zakaz bizani uzoq kuttirtirmadi. To'g'ri plus bilan bermadi, lekin mana 1.4 kilometrdan. Tak. Boradigan joyimiz universitet. Alisher Navoiy ko'chasi tarafga borar ekanmiz. Qani ketdik. Xo'sh, mana olib kelib tashladik, xudo xolisa. Mana 22 daqiqada 32.500 so'm, 35.000 so'm berdilar. Xullas 2,5 ming chivi. Zakazni yopamiz. 5 ta yulduzni qo'yamiz. Va ketidan keyingi zakaz yana. Bundan oldingi zakazni aytib o'tdimmi, esimda yo'q. Lekin 30 necha mingdir chiqqanda Chuqursoyga olib borgan akamlar 50 ming so'm pul berdilar, chivi qilib qolganlarini. Xullas baraka topsinlar deydi-yu. Zajigayim ketdik. Davom etamiz. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oybek metroga va bu tomondan ketyapsizmi aka? Qayerda olasizlar? Siz bu yo'l bu bitta, o'taylik. Oybek metrogami? Ha, va bu tomondan yursangiz qulay emas. Tak, hozir 1 daqiqa.
Abi yo'l bo'yi tomoniga turibman. Ha, bo'ldi aka, hozir nazorat qolaman unaqa. Ha. Ha, Sağ soyada turib. ha, bo'ladi. Xo'sh, yo'lni 100 метров. Развернитесь. Xo'sh, yo'lni u yoq tarafi o'chirey. Yo'lni u yoq tarafida turishgan ekan. Ayni baribir o'sha tarafdan ketishimiz kerak. Bir qarab oldim До конца маршрута осталось 100 метров. va nazorat qilib oldik xullas. Oilaviy ekan. Вы приехали. Keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashinaga tegmaydi. Assalomu alaykum. Bo'ldim, ketdim. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сиденье. A few moments later. Xo'sh, olib kelib tashadik. 17,000 so'm 10 minutda. 3,5 kilometr. Shunaqa Спасибо yurdim. за поездку. Заказ будет оплачен. Keyingi zakaz. Пожалуйста, убедитесь, что Bular вы boradigan joy. оплатили свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Bular boradigan joy Hamza metro taraf Chilonzorga borar ekanmiz. Mana shu menga nimasi yoqyapti, mana shu sevimli taksida ishlashi padratda zakaz, ketma-ket startga o'xshab beryapti, bor. Bir xil haydovchilar aytadi, "Aka, zakaz yo'q-u. Zakaz bermayapti." deydi, men qoyil qolaman. Amana ishlanglar deyman sevimli taksida. Padratda start bor-u, start. O'sha startga o'xshab beradi zakaz. Bilsanglar startda ham B tochkaga yetib borishinglardan oldin ustiga zakaz beradi. Menda ham xuddi shu, mana hozir sizlarga ko'rsataman. Bu yoqqa kelayotganim o'zida bu hozir emas ekan, mana boya. Padrat atmay qilib tashaganman. Nimaga? Chunki ham yetib bormaganman. Hali 4 kilometr bor. Hani propustit degan joyi bor-da, o'sha propustit qilib yuborganman. Xullas kalom zakaz vashi ko'pdi. Mana shu sevimli taksida vashi millionta zakaz. Padrat mana shu ketma-ket ulaydi, bor-u. Zajgay. Bos emas. Ha, aytgancha, bu taksoparkka ulanish uchun mana mana shu yerda telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Birato'la Telegramni ham. Xohlasanglar через Telegram ulanishingiz mumkin, xohlasanglar alo. Qorovul bormikan? Ha, bo'ldi, kelishyapti. Tug'ruqxonaga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tug'ruqxonaga odam olib ketishga kelyapmiz, taksi. Ha, bilmasam, endi hozir kiraylik. Olib chiqqandan keyin suyunchisi bo'ladi-ku. Ha, gapirmang. Aytib qo'yaman. Suyunchisi bo'lsa yaxshi, bizga ham bo'la qolsin birato'la suyunchisi. Mana ko'rganinglardek hozir shu zakazda raddomdan olib chiqish kerak bo'ldi, olib chiqib berdi u. Shu videoda ozgina u yoq bu yoqdan videolar olib berdim. Montaj qilib kichkina rolik qilib beraman dedim o'zligiga. Sababi mablag' bo'yicha endi sal qiyinroq ahvolda ekan hozir ular. Va shundoq tekinga hech qanaqa pul-mul olmayman, u g'alati narsa. Chunki men hozir o'zim farzand kutyapman. O'zim shundoq prosta chin ko'nglimdan qilib bergim keldi shu narsani. Endi o'zligiga chiroyli qilib, montaj qilib, bitta kichkinagina video qilib jo'natib beraman. Video kamera yetishmagan ekan. Shu men sababchi bo'lib qoldimmi deb o'ylayman. Xudo xolasa savobga, yaxshi niyat. Shunaqa gap. O'shanga video qilib jo'natib beramiz, xursand bo'lib qolishadi.
Hozircha aytgancha mana Reski yana bitta zakaz berdi. Bulan zakazni yopishim bilan. Borishadigan joyi Jurjoniyga ekan. Qani ketdik, ishni davom ettiramiz. Xo'sh, mana bularni ham olib kelib tashladik. 11 daqiqa, xullas 12 minut deylu. 20.500 so'm. 25.000 berishdi. Chivisi bilan. Va bu zakazni yopamiz. Спасибо за поездку. Ketidan yana bitta zakaz turibdi-da. Оплачен наличными. Пожалуйста. Aytolmanu startga o'xshab beryapti-da. Yaxshi padrat hali yetib kelmasdan ustiga beryapti zakaz. Поставьте нам оценку в приложении. Bemalol kelib ulaninglar sevimli taksiga maza qilib ishlaysizlar lekin boru. Yaxshi padrat zakaz tindirmaydi lekin. Zajigayim. Xo'sh, ozgina pererif qildik. Dam oldik ozgina. Joy yaxshi joyda ekanman, bir salqingina shu Chilonzorda mahallaning ichida o'tiribmiz. Endi liniyani yoqamiz. Ko'ramiz nima gap, nima so'z. Liniyaga chiqamiz. Yo'q. 3 kilometrdan shu Chilonzor o'zigacha bo'lmaydi. Aktivnost unaqa muammo narsa emas. Aktivnost unaqa muammo narsa emas. Aktivnost har bitta keyingi zakazdan yana plus bittadan bo'lsa ham qo'shib olsa 4 ta zakazda yana 100 bo'ladi. O'shaning uchun aktivnost tushib ketish narsa emas, u главный esa reyting tushib ketmasin. Reytingni ehtiyot qilish kerak. Reytingimiz bizda 5. Platinumga chiqqanmiz va keyingi oyikini ham o'sha to'ldirib qo'yganmiz. Mana 900 metrdan bu normal. Hali Chilonzor ichida bo'lsa ham zato 900 metrdan. Xo'sh, endi yo'qolib qolmasa bo'ldi. Adashmasam to'g'riga ketishimiz kerak ekan. Qani ketdik. Zajigay. Xo'sh aka-ukalar, shu bilan charchadim, bo'ldi. Bugungi kunni tugatdim. Xo'p, kelinglar endi bir ko'rib o'tsin, nimalar bo'ldi. Tak. Birinchi bo'lib kilometrajdan boshlasin. 185 kilometr yuribman. 37% qolgan, yana 150 kilometr yursam bo'lar ekan. Endi bu nimaga unaqa ko'p yegan? Chunki sport rejimida yurganman. Sport rejimida bilasizlar, endi ozgina ko'proq yeydi. Endi ozgina qo'zg'alishim bu sal tezroq yuradigan odatim bor. Shunaqa gap. Xo'p, endi ishlaganimga keladigan bo'lsa, tak. Bugungi ishlagan pulim 470 ming so'm bo'pti. Foizlarni olib tashaganda. Tariflar shu Comfort Plus bilan elektr tarifi ikkalovi yoquv bo'lgan, faqat shu ikkitasida ishlaganman. Xo'p, kartadan tushganlar bo'ldi. Balansim 138 ming so'mga ko'tarilibdi. Boya esinglarda bo'lsa 15 minglikda 20 minglik bittasini kartaga o'tkaztirib yubordim, 35 ming bo'ldi. Keyin kartaliklar ko'p chiqyapti. 138 ming so'm balansda bo'ldi va 470 ming so'm umumiy ishlagan pulim bo'ldi bugunga. Rating 5, platinum, aktivnosti 100 ga ko'tardik. Shu bo'ldi, shu bilan endi bugungi kunimizni yakunlaymiz. Aytgancha esingizdan chiqmasin, har doim ish tugatganingizdan keyin выход degan joyi bor. Da deb chiqib qo'yinglar.
Nimaga? Chunki sababi Yandex sizlarni ishlayapti deb o'ylashi mumkin. Bu ko'p bo'ladigan narsa. Va endi ishga chiqaman degan paytingizda bo'ldi, charchading, dam ol 6 soatga deb uyga kirgiztirib yuboradi. Ya'ni liniyani yopib qo'yadi. Shu bilan zakaz tushmay qoladi. Xullas shu. Endi keyingi roliklarda ko'rishguncha, обязательно bitta like, подписка и mana mashitga yana bir marta nomerlarini yozib qoldiramiz taksoparknikini. Bemalol любой payt alo yoki Telegramdan ham yozishingiz mumkin. Hammaga omad, charchamanglar, yo'llaringlar bexatar bo'lsin. Zajigay. My Maserati and Ferrari like to chill with my